Biznes haqida qisqacha gapirsam, juda ham ajoyib bo'lyapti. Juda ham ko'p kompaniyalar bilan o'zaro muloqotlar qildik. Savdo sanoat palatasiga rahmat. Har bir o'tirgan stolimizga tilni bilmagan tadbirkorlarimiz bo'lishi mumkin va qiynaladi, baribir o'shanaqa sharoit bor, hamma imkoniyat bor. Hozirda o'ziga bizlar bir nechta tadbirkorlar bilan gaplashdik. Tibbiyot yo'nalishi bo'yicha, aynan turizm yo'nalishi bo'yicha investor topib beramiz degan masalalarni ham qo'yapti. Yana qo'shimcha hamkor kerak bo'lsa, hamkor qo'yib beramiz deyapti. Yana bitta yaxshi yangilik mana shu uchrashuvda samarasi desa bo'ladi. Biz o'zimizni savdo uyimizni Gankondan nasib ochishda niyat qildik. Hozirda hamkor bilan gaplashdik. Muzokaramiz o'z nihoyasiga yetsa, Gankon shahrida savdo uyi bo'lib ochiladi. Hozirgi kunga kelib, bemalol Yevropaga chiqyapmiz, bemalol Gankon keldik. Maqsadimiz nima? Maqsadimiz mahalliy ishlab chiqargan mahsulotlarimizni dunyoga tanitish. Bu prezidentimizning olib borayotgan siyosatlarini 100% to'g'ri ekanligini amalda isbotlab berish.